Xurasan iqlimlariga tava bo'lgan. Kunimizda bo'lsa Turkmaniston davlatiga joylashgan Nasa shahri nihoyat ko'p olimlarni yetishtirib chiqqan bir tuproqdir. Bugun biz bu diyordan yetishib chiqqan olimlarning eng mashhuri Rasulullohning hadislarini yozib xotirligicha 6 sahih kitobning biri bo'lgan Sunan Nasoining muallifi Imom Nasoi rahimahulloh bilan tanishib o'tamiz. İmam Nasoi hicratning 215-yili bugungi Turkmanistonning poytaxti Ashxoboddan 18 km yiroqlikdagi qadimiy Nasa shahrida tug'ilgan bo'lib, imomning kuniyati bo'lsa Abu Abdurrahman an-Nasoidir. Imom Nasoi nomi bilan mashhur bo'lib tanilgan. Imom Nasoi rahimahulloh 15 yosh vaqtida Mashriq va Mag'ribda muhaddislik bilan nomi mashhur bo'lgan olim Qutaybat ibn Sa'id al-Balhiydan hadis ilmini o'rganishga boshlaydi. Mana bu bo'lsa imomning ilm safarining eng dastlabki qadamlaridan edi. Imom Nasoi bu ustozning yanida bir mezgil turgandan keyin Xurason, Iroq, Hijaz, Sham va Misr qatorliq islom mamlakatlaridagi ulamolardan hadis o'rganish uchun safarga otlanadi. Imom Nasoining ustozlari nihoyat ko'p bo'lib, ularning hammasi katta imomlardir. Ularning qatoridan Qutaybat ibn Sa'id, Ishoq ibn Rahuvay, Muhammad ibn Bashshar va ulardan boshqa ko'plagan mashhur ulamolar bor bo'lib, bu imomlarning ko'pinchisi Imom Buxoriy va Imom Muslimning ustozlari hisoblanadi. Kuchlik aql, idrok va yodlash quvvatiga muyassar bo'lgan Imom Nasoi islom ummatiga hadis raviylari, sahobalar tarixi, sahih va zaif hadis haqida 30 yaqin kitobni yozib qoldirgan bo'lib, ularning ichida eng tanishliq nodir bo'lsa, mashhur 6 sahih kitobning biri hisoblanadigan islom ummati rozi bo'lib qabul qilgan Sunan Nasoi nomli hadis kitobidir. Demak, imomning bu kitobi bilan islom ummatining hadis sohasidagi 2 sahih, 4 sunandan iborat Sihah Sitta deb ataladigan, ya'ni 6 sahih kitob hozir bo'lgan bo'ladi. Imomning ushbu kitobi 5774 hadisdan tarkib topgan bo'lib, nurg'un ulamolar xizmat qilib ko'plagan sharhlarni yozgandir. Bu kitob vatanimizda ham madrasalarda ko'p darslik qilingan kitoblarning biri hisoblanadi. Imom Nasoiga va bu zotning ilmiy asarlariga mujtahid ulamolar nihoyat go'zal baholarni berishgan bo'lib, Imom Zahabiy rahimahulloh mundaq deydi. Imom Nasoi mening nazarimda ilm dengizdir. U aql idroki kuchlik, asarlardagi zaif va sahih bo'lgan nuqtalarni nihoyat ro'shan ayira oladigan olimdir. Uning ilmdagi shuhrati butun islom iqlimlarida javlan qilgan bo'lib, uningga o'xshash yana biri yo'qdir. Shundoq, olimlarning go'zal baholariga va guvohlik berishiga erishgan Imom Nasoining hayoti nihoyat taqvodorlik bilan o'tgan. U o'zining butun borlig'ini Rasulullohning hadisini to'plash uchun va uni boshqalarga o'rgatish yo'lida fido qilgan edi. Tarixshunoslar Imom Nasoining 15 yosh vaqtida ilm yo'liga qadam qo'yib, o'z yurti Nasoidan ayrilganicha qaytib boqmaganligini, bir umr Rasulullohning hadisini to'plash uchun islom mamlakatlari orasida tinim topmay xizmat qilib, hijratning 303-yili 88 yoshida Falastinda vafot bo'lganligini xotirlagan. Bu vaqtda ulamolar mundaq deydi: insonning qayerda tug'ilishi, qayerda vafot bo'lishi muhim emas. Muhimi qaysi ish ustida Allohga jon taslim qilishdir. Shundoq Imom Nasoining butun umri Rasulullohning muborak hadislarini to'plash, xotirlash va uni boshqalarga yetkazishdan iborat go'zal amallar bilan o'tdi. Alloh taolo Imom Nasoi hazratlaridan rozi bo'lsin va yuqorida tilga ilingan yoki ilinmagan barcha muhaddis ulamolardan rozi bo'lsin.